Ozodga Andijonda shartda vahshiysi, mana bu narsani ichdigini hozir boshing bilan urib sindirasan, ukam. Nima bor o'zi? Men qilmayman, aka, bu shart. Nima qilmaysan? Yoriladi boshim, men sey boraman. Hech nima qilmaydi. Aka, bu yomon, boshim yoriladi. Tamam, karillumi deng, liboylumi deng. Mana liboy, bos. Chesni bo'pti, mas? 100 nima deysan? Вообще yo'q, yo ochiq o'g'il bola gap, aka. Yapasni. Yo, chesnimi? Chesni. O'zingiz qilmaysiz-ku mana shu narsani. Qijonim, shartda men beryapman. Bajarish sanda. Yo, hech bo'lma. Bo'l, keyingi viloyatda yoraman. O'zi qayerga uradi, texnikasi yo'qmi? Asosan mana Mamad ko'riladi, ukam. Boshimga kirib qolsa shisha. Ya, kirmaydi, ukam, davay. Aka, sinmaydi. Rosa sinmaydi. Ketdi. Baqirib qolmaydi. Ukam ketib bitdi, dakansa. Tang. Aka sinmaydi. Kuldirib ketdingizmi? Qiynash mashqa bo'ladi. O'rtasi emas-da. Nima qilsan-u? Mamatini qilib ko'rgan. To'g'ri bo'ldi aka. Miyamni jig'ing'illab ketdi aka. Gazinzadan talinga olib chiqishibdi. Qimmat talinga turadi bu gazinzada. Sinmaydi bu. O'zlaricha sinsa, mana kir bo'lmasin deb plastinani solib qo'yibdilar yerga. Bor kuchim bilan uraman oxirigacha. Oruvda bitta gap. Ozod Andijonda shartda bajarolmadi. Ha, bajara olmadim, qiynadingiz. Ertaga Farg'onada shart beraman. Ukajonim, qilib bo'lmaydi bu shartni demaysiz. Men maza qilib bo'ldim. Mashinasini yozinglar, shartni aniq bo'lib qolsinlar bu kam. Aytaman shu shart.